Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar. Bugun sizlar bilan etiket asoslari darsining navbatdagi mavzusini boshlaymiz. Bugun barchamiz uchun eng kerakli, eng zaruriy mavzu, ya'ni ishga joylashishda ilk suhbatda qanday qilib muvaffaqiyatli o'tish mumkin? Qanday qilib karyerani ilk suhbatda ijobiy baho olib boshlash mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kirsam bo'ladimi? Bo'pti, gaplashamiz, hozir telefon qilaman. Assalomu alaykum. Kech qolmadimmi? Voy, issiq ekan. Assalomu alaykum. Soat 11:00 ga uchrashuv belgilagandik. Kirsam bo'ladimi? Albatta, ishga joylashish uchun ilk suhbat bu oddiy suhbat emas. Bu avvalo atrofimizdagi yaqinlarimizning ishonchi va albatta o'zimizning karyera uchun ilk qadamlarimiz hisoblanadi. Bunda esa muvaffaqiyatli bo'lish uchun birinchi albatta insonning tashqi ko'rinishi ahamiyatga ega. Ya'ni ilk suhbatga qanday qilib chiroyli kiyinib borish mumkin. Ya'ni suhbat bu dugonalarimiz bilan uchrashuv emas. Shu sababdan klassik uslubida odmi juda yorqin bo'lmagan rangdagi liboslarni tanlash albatta sizning suhbatdan muvaffaqiyatli o'tishingizga asosiy rolni o'ynaydi deya olamiz. Asosiy qoidalar shundan iboratki, siz soch turmagingizni juda ham ko'zga tashlanarli qilmasligingiz, juda ham ko'p aksessuarlardan, uzuklardan, ziraklardan foydalanmasligingiz, to'q pomadalardan foydalanmasligingiz va haqiqatan ham kechki tadbirlar uchun yoki o'zingizni eng sevimli qizil rangdagi libosingizni kiymasligingiz ham muvaffaqiyatingizga albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Demak, imijingizdagi odmilik va o'sha jiddiylik bu sizni ilk ijobiy bahoyingizni olib beradi. Ismim Yodgora, o'z ko'p joylarda ishlaganman, menda hamma ma'lumotlar bor. O'zicha anaqaga intervyuga chaqirganingiz rosa xursand bo'lib ketdim. Xudo xolisa rosa yaxshi ishlayman. Ismim Yodgora, o'zi oldingi kompaniyani rahbar menga yoshi yoqmagan, o'zim ketganman. Hech qaysi ishdan men haydalmaganman. Men har doim o'zim ishimni zo'r qilganman. Har doim sotuvlarni ham zo'r qilganman. Hozir bir daqiqa. Men senga aytdim, intervyuga kelyapman deb, hozir qilib beraman. Uzr, o'zi anaqa ertadan kechgacha ishlayman. Oldingi rahbarimizcha sal-muncha xo'roq anaqaroq edi. Ko'rib chiqing, meni hamma ishim zo'r. Вообще super. Assalomu alaykum, yana bir bora. Ismim Yodgora. Bu yergacha bir nechta kompaniyalarda ishlaganman, tajriba orttirganman, juda yaxshi rahbariyat, juda yaxshi jamoa bilan. Albatta, ular ham menga o'z tajribasini o'rgatishgan. O'ylaymanki, bu yerda to'liq ma'lumotnomam ko'rib chiqsangiz, ish vaqti, agar ish vazifalari aniq bo'ladigan bo'lsa, albatta ishimni astoydil bajarishga harakat qilaman. Albatta, ilk suhbatda biz haqimizda so'zlamasdan ovozsiz so'zlaydigan, ma'lumot beradigan asosiy sirlardan biri bu bizning xatti-harakatlarimiz, ya'ni kinetический imij. Bu esa bizning qo'l harakatlarimiz, o'zimizni qaddimizni qanday tutishimiz, hattoki oyoq tovushlarimiz bu biz haqimizda juda ko'p ma'lumotlarni beradi. Ilk uchrashuvda shoshilmasdan kirish, baland ovozda gaplashmaslik yoki juda ham qo'rqib gaplashmaslik, juda tez so'zlamaslik, telefondan foydalanmaslik va albatta qo'l xatti-harakatlarida suhbat davomida va ma'lumotnomangizni ko'rib chiqishayotganda ushbu xatolarni aslo takrorlamang. Albatta, suhbatga keldingiz. Rahbar sizni kutmoqda. Siz ma'lumotnomani topshirdingiz, lekin o'zingizni qanday taqdim qilishingiz kerak? Ya'ni o'zingiz haqingizda biroz gapirib bering deganda, biz ko'p holda nima qilamiz? Hayajonlanamiz, tez gapirishga harakat qilamiz va eng katta xato qizlar, bu o'zimizni ko'proq taqdim etishga, qo'limdan ko'p narsa keladi, men ko'p ishlar qilganman deb o'zimizni juda ham ko'p oshirib mehnatimizni bo'rtirib yuboramiz. Buni oqibatida nima keladi? Birinchi navbatda sizni bo'rtirayotganingizni bilayotgan rahbar ozgina yolg'on bor deb o'ylaydi. Birinchisi, ikkinchisi esa sizdan kutuvi ko'payadi. Ya'ni siz oddiy ishni amalga oshirganingizda ham siz ijobiy baho ola olmaysiz.
Nimaga? Chunki siz ko'p ish qila olaman dedingiz. Shu sababdan sizdan yana yaxshiroq qiling, bundan ham yaxshiroq qiling. Axir siz kompaniyalarda ishlagansiz, axir siz menga aytgan edingiz, bundan ham yaxshiroq qilishingizni deyishadi. Shu sababdan ilk suhbatda qizlar e'tibor beradiganimiz, albatta menda tajriba bor, lekin bu yangi jamoa, yangi muhit va yangi tajriba sizning qo'llab-quvvatlovingiz bilan albatta sifatli natijaga erishaman degan ma'noda mas'uliyatni ikki tarafga qoldirishga harakat qilish kerak. Bu asosiy tanlovlardan biri hisoblanadi va albatta yana qizlarimiz bor. Agar men hayajonlansam, ko'p gapirsam, ko'p kulsam, meni jiddiy emas deb qabul qiladi deb judayam baland parvoz, ya'ni balandroq ovozda, balandroq ko'rinishda gapirishga harakat qilamiz. Men kompaniyalarda ishlaganman, men natijam yaxshi bo'lgan. Aynan mana shu uslubda, mana shu ovoz tonida gaplashish ham sizni o'sha bo'ysunmaydigan xodim sifatida taqdim etadi. Sizni hurmatsizlik qila oladigan degan taassurot qoldiradi. Shu sababdan hamisha suhbat davomida ilk suhbatga borganda kichkina bolacha ham bo'lib olish kerak emas va yoki deylik o'sha buyruq ohangida ham suhbatlashish kerak emas. Eng o'rta uslubda suhbatlashish va savollarga javob berish kerak. Va sizlarga tavsiyam, albatta rahbarda ijobiy taassurot qoldirishni istasangiz, sizning kompaniyangizning qadriyatlari nimada? Yoki ayollar uchun qanday ijobiy imkoniyatlar yaratilgan deb so'rashingiz mumkin. Shunda albatta siz rahbar bilan o'sha subordinatsiyada, ammo kontakt o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan suhbat davomida ortiqcha savol bermaslik, savol berish etiketiga rioya qilishingiz ham va o'zingiz haqingizda keragidan ortiq ma'lumot bermasligingiz albatta siz uchun ijobiy baho olib beradi. Albatta ilk suhbatga kelayotganda ko'pchiligimiz vaqtni, ya'ni manzil bilan uyimiz masofasini aniq olmaymiz. Shu sababdan 10-15 daqiqaga kech qolishimiz mumkin yoki 30-40 daqiqa vaqtli kelib olishimiz mumkin. Qizlar, vaqtli kelish ham kompaniyada biroz o'zingizni noqulay his qilishga olib keladi. Shu sababdan kech qolmang, vaqtli ham kelmang. Eng qizig'i 10 daqiqa oldin shu yerda bo'lishga harakat qiling. Aynan mana shu sizni mas'uliyatli va bu ishga professional yondashayotganingiz haqida ma'lumot bo'ladi. Albatta suhbatga kirishdan oldin bizning eng sevimli va yaqin do'stimizga aylangan telefoningizni ovozsiz qiling va sumkangizga joylab qo'ying. Bu esa sizni bu ishga jiddiy qarayotganingiz va mas'uliyatli insonligingiz haqida ovozsiz so'zlovchi signal hisoblanadi. Va eng qiziq faktni aytaman. Biz deyarli yaqinlarimizga o'zimiz haqimizda, qayerda ekanligimiz haqida ma'lumot berishga o'rganganmiz. Lekin aslo ilk suhbat paytida Telegramingizda dumaloq video olib, aynan mana shu xonani va rahbarni videoga olib jo'natmaslikni tavsiya qilaman. Chunki bu birinchidan rahbarda noqulaylik va siz haqingizda shubha uyg'otadi. Nafaqat ilk suhbatda, umuman har qayerda yoningizdagi insondan ruxsat olmasdan uni videoga olib yuborishni tavsiya qilmayman. Bu siz haqingizda albatta shubha uyg'otuvchi xatti-harakat hisoblanadi. Suhbatga keldi. Albatta biz ayollar suhbatga borganimizda rahbar ayol emas, erkak ekanligini bildik. Biz aynan erkak rahbarlar oldida qanday suhbatdan o'tishimiz mumkin? Eng birinchi o'rinda ularga biz latofatli ayol ekanligimizni emas, biz haqiqiy professional xodim ekanligimizni taqdim etishimiz kerak. Bu uchun esa bizga xalaqit beradi bizning nozli qarashlarimiz, qo'l harakatlarimiz, sochlarimizga ko'p teginishimiz yoki ufurib turgan atirda borishimiz yoki deylik aynan sochimizni quloq orqasiga o'tkazishimiz. Bu xatti-harakatlarning hammasi chalg'ituvchi xatti-harakatlar hisoblanadi. Agar siz haqiqatan ham ushbu kompaniyada professional xodim va uzoq yil karyera olib boruvchi hurmatli mutaxassis bo'lishni istasangiz, bu xatti-harakatlarni aslo takrorlamang. Agar siz ilk suhbatga kelgan kompaniya haqiqatan ham siz orzu qilgan, siz ishlashni istagan yirik kompaniya bo'lsa, aynan mana shu haqida mulozamat qilmasdan, deylik noqulay ko'rinmasdan mana shu bahoni berish imkoniyati bor. Bu uchun kompaniya haqida 3 ta faktni keltirishingiz mumkin. Ya'ni
kompaniya rahbariga sizning kompaniyangiz umuman xalq orasida, bozorda juda ham hurmatga ega. Men anchadan buyon kuzataman. Keyingisi kompaniyadagi xodimlarning muvaffaqiyati haqida juda ko'p insonlar gapirishadi. Men albatta xodimlarni mana shunday hurmat qilishingizga, aynan mana shu kompaniya bu xodimlarga shunday imkoniyat yaratganini ko'rib juda ham havas qilaman. Uchinchisi, albatta bu kompaniyada ishlash oson emas, o'ziga yarasha vazifalari bo'lsa kerak, lekin mana shunday yirik kompaniyada ishga joylashsam, albatta mas'uliyat bilan qattiq ishda qolishga harakat qilgan bo'lardim. Aynan mana shu so'zlar kompaniyani va kompaniya rahbarining faoliyatini samimiy baholaganingiz va siz shu yerda bo'lishni istayotganingiz va bu uchun mehnat qilishga tayyor ekanligingiz haqida ma'lumot bo'la oladi. Demak, suhbatga chiroyli, odmi, klassik uslubda keldik. Ovozimiz, xatti-harakatlarimiz hammasi o'rta me'yorda bo'ldi. Suhbat davomida savol berish etiketiga rioya qildik. Telefondan foydalanmadik. Kompaniya qadriyatlari haqida eshitdik. Albatta biz ijobiy javob kutamiz va suhbatimiz yakunida yana bir xatoga yo'l qo'yamiz. Ya'ni bizning ma'lumotnomamizni yoki hujjatlarimizni qaytarib berishni. Albatta bu siz haqingizda yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun, sizni eslatib turish uchun bu aynan eslatib turuvchi signal hisoblanadi. Shu sababdan u kompaniyada bu ma'lumotlaringiz qoladi. Chiqib ketishingizdan avval vaqt ajratganingiz uchun rahmat deng va albatta sizdan ijobiy javob kutaman yoki o'zim aloqaga chiqaymi. Mana shu so'zlar sizni aloqaga chiqishingiz yoki ularni javobini kutishingizni olib keladi. Lekin albatta rahbardan, uning muomalasidan, uning xatti-harakatidan sizga ijobiy yoki sovuq munosabatini bilib olishingiz mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men ularga yoqmadim, xohlaganimcha xayrlashaman degan tonda xayrlashmang. Hamisha chiqib ketayotgan eshigingizni qiya ochiq qoldiring. Ya'ni salom alik, ularda yaxshi taassurot qoldirishga harakat qiling. Demak, xonimlar, etiket faqatgina restoranda yoki taom ustida yoki mehmon kutayotganda, mehmonga borganda emas, albatta muvaffaqiyatimiz va karyeramizning ilk qadamlarida ham bizga asosiy omad kaliti rolini o'ynar ekan. Shu sababdan bugungi darsimiz ilk suhbatda sizni muvaffaqiyatga olib boruvchi va karyerangizni muvaffaqiyatli bo'lishga albatta yordam beradigan mana shu etiket qoidalariga rioya qiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.